Fazilat opa ayni paytda Dubayda istiqomat qilmoqda va dasturimiz arafasida biz ular bilan bog'lanib suhbatlashdik. Assalomu alaykum, Baxtiyor. Mamman aytganman shu qo'shig'im. Erga tegdim. Shu bilan bola chaqa desangiz, oila Dubayda yashayman. Уже 19 лет. Ammo надо было продолжить. Afsuslanaman. Bu tomondan nimaga afsuslanaman? То, что я не продолжила. А то, что сейчас моя жизнь, тоже не жалею. Xudoga shukr. Bir kuni opamni dugonasi do'stlari kelib, opamga biza bilan orzu ansambliga qatnashamiz. Opamlar keyin aytdilar, men уже yoshim katta qiladi. И я услышала это, и я как бы 5 лет, yoshim 5 edi. Aytdimki, meni olib boringlar, men sizlarga chiroyli qilib aytib beraman. Qani bir ko'raylik qani. Вот ее do'stlari olib kelishdi, rukovodители Baxshilo Karimov, bizni to'garak rahbari. И он как бы прослушал мои данные. Ну-ка, подхожу ли я или нет. У меня был очень хороший слух. Shu bilan keyin olishdi. Это я первая вот в ансамбле kichkina yoshimda birinchi sostavda. А все были где-то maktab yoshida, 14-15 yoshdagi qizlar bor edi. И благодаря этому menga Baxshilo Safoyevich Karimov shu ashulani yozganlar. Shu bilan biza san'at g'unchalari g'olib bo'ldik. Хайол. Это последняя моя песня была в 94 году, если не ошибаюсь. Я потом поступила в музыкальное училище в Бухаре, Мухтор Шрафи, закончила, потом вот вышла замуж. Вот и все. На этом и закончилась карьера. Nostalgiya degan bor, qo'yib aytaman. Shu nabiram bilan birga faxrlanaman. Hozirgacha shu kungacha 46 yoshga kirib, bog'chada, maktabda holigacha shu qo'shiqni aytishadi. Благодарю своего руководителя, благодарю, кто написал эту песню, благодарю наших ребят, кто это исполнил, Via Orzu. Qo'lingdagi kulcha nomi? Qo'ring ochdimi? Yo'q. Hozir men sizlarga kulcha non degan qo'shiqni aytib beraman. Non yokkanda mening o'yim. Taray. Ichi puncha yopar doim. Yegan